Birinchi tur 12-savol. A va B ning ko'paytmasi ushbu qiymatga teng bo'ladigan bo'lsa, A va B ning eng katta umumiy karralisini minimal, ya'ni eng kichkina qiymati so'ralgan. 8-9 savollarda bor edi, shunga yaqinroq savol. O'shanaqa ishni bajaraman. Ushbu ko'paytmani A va B ga ajrataman, ikkitaga ajrataman. Endi to'xtanglar, yana bir fikrlaydigan joyi bor. Ekuk bo'lish kerak. Ekukning eng kichik qiymati bo'lishi kerak. Qanday ishlar bajariladi? 2 ni 3-sini men ajratadigan bo'lsam, misol uchun 2 ni 1-si va 2 desam yoki to'xtanglarda, shunga teginmay turay. Mana shu 5 ta ajratyapman, 3 ni 5-sini. 3 ni 4-si ko'paytirilgan 3 desam bo'ladi yoki 3 ni 3-si, 3 ni 2-si desam bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda tasvirlang. Endi ekukda nimalar olinardi? Bir-birida borlarni eng kattasi olinardi. Mana shu ko'rinishdan ekukni tanlaydigan bo'lsam, bittasida 3 ni 1-si, bittasida 3 ni 4-si. Bu yoqda 3 ni 4-si olinadi. Mana bu ko'rinishda bir-birida borning eng kattasi 3 ni 3-si olinadi. Bizga minimum degan-ku eng kichkina. Bu kichkina bo'lyaptimi? Shunda darajalar qancha bir-biriga yaqinlashsa, ikkita son qancha bir-biriga yaqinlashsa, qiymat o'shancha kichiraverar ekan. Tushunlaringmi nima deganimni? Hozir men mana shu ko'rinishni men 2 ni 3-si bu yoqqa 1 deb ketsam yoki hech narsa yozmasam ham bo'lardi. Lekin bunaqa qiladigan bo'lsam 2 ni 3-si olinadi, qiymat kattarib ketadi. Menga minimal bo'lish kerak, eng kichkina bo'lish kerak. Endi buni 2 ni 1-si bu yoqqa 2 ni 2-si yoki joyini almashtirib qo'ysam ham hech narsa qilmaydi. Buni 3 ni 2-si bu yoqqa 3 ni 3-si deb qo'yaman. Chunki bir-biriga 2 bilan 3 yaqin. 4 bilan 1 desam, boyagidek 3 ni 4-si olinadi, kattarib ketadi. 7 ni 2-sini, bitta 7 ni bu yoqqa, bitta 7 ni bu yoqqa yozib qo'yaman. Endi ekuk ikkalasi uchun ekukda bir-birida borlarini eng kattasi olinardi. 2 ikkalasida ham bor. Kattasi 2 ni 2-si, 3 ni 3-si, 3 ni 2-si. Ikkalasida ham bor. Eng kichkinasi, eng kattasi 3 ni 3-si. 7 ikkalasida ham bor. 7 teng. Xo'p, 4 kara 27. Bu 4, bu 27, keyin 7. Bularni ko'paytirib chiqsak 4 kara 7 28, 28 kara 27 700, 28 kara 27 necha bo'ladi? 7 kara 8 necha edi? 56 ni 6si 756 bo'lar ekan. 756 degan javob chiqar ekan. Hech chor. Yarim soatdan